Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Demak, taqvim mavzu rejalarini yuklashni o'rganamiz. Hop. Ayniqsa bizning maktab bo'yicha taqvim mavzu rejalar yuklab olish o'zgargan. Mana hop, hammani shu profiliga kirgandan keyin metodik yordam degan bo'limiga o'tadi. Bosamiz. Va bu yerda mana bizga butun bir hujjatlar berilgan. Xo'p, endi biza bundan mana TMR, ya'ni taqvim mavzu rejalar bo'limini tanlaymiz. Va undan keyin fan, hop, menga informatika kerak. Informatika tanlar. Xo'p, undan keyin parallel, ya'ni qaysi sinflar kerak? Xo'p, menda hammasi qolaversin, hammasi kerak. Endi yil, qaysi yilga? Albatta 24-25 tanlaymiz va sinf tili, ya'ni o'zbek tilini tanlaymiz. Va undan keyin jurnal turi, eng bizga e'tibor berilgan joyimiz hammasi. Mana klassik bor va kriterial. Ya'ni bizga mana ikkinchisi kerak bo'ladi. Xo'p, mana bizda 5-dan to 11-sinfgacha kerak. Demak, hammada o'zini fanini sinflari kelib chiqadi. Agar birinchi sinf bo'lsa, birinchidan to 11gacha. Xo'p, mana bu joyda bizada piktogramma bor. Shuni bir marta bossak, mana ko'rildi chiqadi. Mana ko'rildi. Ko'rib chiqish mumkin. Ochib ko'rsatib beradi. Va yuklab olishimiz mumkin. Bosamiz, yuklab olamiz birinchisi. Hop, ochib ko'ramiz. Excelda tayyor mana yozilgan birinchi chorak bo'yicha. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'ling.